Hozirgi kundagi zamon talabi shunday bo'lmoqdaki, ya'ni xonadon egalari bizni xonadonimizga qilayotgan tungi fon ishlari yaqin 5-10 yil ichida modadan qolmaydigan hamda odamlarning ko'zi tushganda, ya'ni o'zim ham qaraganimda ko'zim do'stlar, aniq bilaman, bunaqa fasondagi tungi yumushlarni hali ko'rmagansiz. 2025-yil so'nggi dizayn high-tech fasondagi tungi yumushlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu fasonimizning yonbosh qismlarimizga oq rangli tungamizdan foydalanganmiz hamda o'rtalariga mebel svetdagi tungamizdan foydalanib, lentalariga esa mokriy matoviy svetdagi tungamizdan foydalanib, mana shunday ajoyib fasondagi tungi yumushlarimizni qilib berganmiz. Hozirgi kundagi zamon talabi shunday bo'lmoqdaki, ya'ni xonadon egalari bizni xonadonimizga qilayotgan tungi fon ishlari yaqin 5-10 yil ichida modadan qolmaydigan hamda odamlarning ko'zi tushganda, ya'ni o'zim ham qaraganimda ko'zim quvnaydigan, ko'zni charchatadigan fasondagi tungi yumushlardan emas, naborot ko'zni ko'rib quvnaydigan fasondagi tungi yumushlarni qilib beringlar. Hamda shu yaqin o'rtada territoriyada bunaqa fasondagi tungi yumushlarni ko'rmagan bo'ladi deb shunaqa talablar qo'yishadi. Shuning uchun ham ko'p xonadon egalarining talablariga binoan mana shunday neobishniy fasondagi tungi yumushlarimizni qilib berganmiz. Agarda sizlarga ham shunaqa sifatli neobishniy fasondagi tungi yumushlar kerak bo'lsa, erkin tungi fonga murojaat qiling. Ya'ni ekranimizda ko'rsatilgan nomerlarimizga aloqa qilib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi aziz do'stlar. Xuddi shu tungi fonimizning 1 kvadrat metrni barcha rasullar ichida 150 ming so'm atrofida qilib bermoqdamiz aziz do'stlar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bo'lmoqda. Sizlar erkin tungi fon kanalini kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalar ishlagan.